uchun subject pronoun haqida gaplashamiz. Subject pronoun degani bu egalik almashlari. Misol uchun biz o'zbek tilida man, san, u deb gapiramiz. Ingliz tilida o'sha almashlar subject pronoun deyiladigan. Bular I, meni, kimni, he, u degani. Ya'ni sen o'g'il bolalarga nisbatan u mani akam, u mani adam deganida hedan foydalanasan. Xo'p, he demak bo'y degani o'g'il bola, man degani erkak kishilar uchun hedan foydalanamiz. She, u degani endi she demoqchi bo'lsak, oying, opang, buvinglar haqida gapirganda shedan foydalanamiz. Tushundingmi? Misol uchun, she is my mother, u mani oyim. She is my sister, u mani singlim deganingda shedan foydalanamiz. She, ayol, ya'ni qizchalar, ayollar haqida gapirganingda shedan foydalanamiz. Keyingisi it, u kuchuklar, mushuklar ko'rsak, u mani kuchugim, u mani mushugim yoki bo'lmasa u mani ruchkam, u mani uyim deb jonsiz narsalarga hamda hayvonlarga nisbatan itdan foydalanamiz ekan. Tushundingmi? Demak, object degan narsalar va animal nima degani edi? Hayvonlar. Bular hammasi u degan narsa kerak. Farqini tushundingmi? Okay. Bobingga qaysi bir bo'ladi u demoqchi bo'lsak? Bobo. He, she, it. Qaysi biri? He. To'g'ri. Xolingga. Which one? Xoling, ammangga qaysi birini sotamiz? He deymizmi, shemi, itmi? She deymiz. To'g'ri. Kuchukka qaysi biri? It. Ruchkaga. U mani ruchkam demoqchi bo'lsa, nima she itmi? It, ruchka qiz bola. Ruchka bu narsa object, shuning uchun it bo'ladi. Tushundingmi? Dilbarga qaysi birini sotamiz? Dilbar ko'p qoldi. U mani dugonamiz, qaysi biri dilbarga? She bo'ladi. Odilni ko'p qoldi. Odilga qaysi biri? Odil o'g'il bo'ladi. U odil maqsadda she is odil desam, it is odil desam, he is odil desam. Indikini. Okay, tog'angga borku. He, she, it qaysi biri? U mani tog'am. He bo'ladi. Sani buving bor, u mani buvim, sen qaysi biri? She bo'ladi. Yaxshi. U mani uyim, sen nima bo'ladi? Uyga nisbatan it bo'ladi. He, she, it tushundingmi? He o'g'il bolaga, she bo'ladi, bir narsalarni ayollarga chiqadi. Endi biz kuchuk bo'lishi mumkin, mushuk bo'lishi mumkin, odam bo'lishi mumkin, zaydan foydalanasan. Mana kuchuklarni ikkita kelyapti. Ular kuchuklar demoqchi bo'lsa zaydan foydalanasan. Itdan bas. It faqat bir dona. Bitta bo'lgandagi itda. Agar bular ikkita bo'lib qoldi, zaydan foydalanasan. Ular kuchuklar, ular ruchkalar zaydan foydalanasan. And last you sen yoki sizlar. Mana da ko'p o'quvchilar bor. Sizlar aql eslatgan you are clever. Bitta sabab bo'lsa, masalan, sabablar gapirsa, you sabab bo'lsa, kerakkan you bilan you ishlatsangiz. Hop? Ay nima ekan? Men. Qiyishi ikki. U, vi, biz, ze, ular, you, siz,